Ananın hayatida aytgan 8 yolg'on so'zi. Bir bola kichik vaqtida oilasi intayin namrat bo'lg'achqa doim to'yg'idek tomoq yemaydi. Bundaq chaqlarda apasi qachirki tomoqni bolalarga bo'lib beradi va bolalarim tez yangla, mening qo'sqim oshmidi deydi. Bu ananing aytgan birinchi yolg'on so'zi. O'g'li o'sayotgan chaqda jafokesh ona aram kunlarda bolalarga kalsiy to'liqlash uchun yaqin atrofdagi daryolardan baliq tutib keladi. Baliq bakmo yeyishlik, sho'rpisimi bak tamlik edi. Bolalari baliqlarni yeyotganda ana bir chetda o'ltirib ustixonini g'ajaydi. O'g'lining ichi og'rib, qachsidagi baliq go'shini onaning qachisiga silib berganda, ona uni yemay, bolasining chinisiga qayta silib, "Balam, tez yegin, men baliq yeyishni yaxshi ko'rmayman" deydi. Mana bu onaning aytgan ikkinchi yolg'on so'zi. Bala to'liqsiz o'tir maktabga chiqqanda tikchilik qildigan ona bolalarining o'qish xarajini g'amlash uchun oila komitetiga berib saranga qilib akilib setib, kashlari uni chaplab yasab, nech tiyin bo'lsa-mu pul tepib oilasini qamdaydi. Qish kunlarining birida o'g'li yarim kechada uyg'onib ketib, onaning jinchiroq oldida muhchib o'ltirib, saranga qilibini chaplayotganligini ko'rdi. O'g'li, "Apa, bo'ldi uxla, at-saat yana ishga borasan" deganda, ona kulib turib, "Balam, uxlavagin, mening uyqum kammidi" dedi. Mana bu ananing aytgan 3-chi yolg'on so'zi. Bola oliy maktabga imtihon bergan yili ona oliy maktab imtihoniga qatnashayotgan o'g'liga madad berish uchun ishidan ruxsat so'rab kelib, imtihon maydonining oldiga keldi. Ana tomuz issiqda uda bir necha soatlab turdi. İmtihandan chiqish qo'ng'iroqi chalinganda ona qiniq damlangan bir qoch choyni o'g'lining oldiga ko'tarib keldi. Qiniq damlangan bu choyga cho'nqur mehr muhabbat singdirilgan edi. O'g'li onaning qurib yerilib ketgan lav va targi cho'mgan chekra qarab, qo'lidagi choyni onaga uzatdi. Bu chaqda ona, "Balam, tez ichib ol. Men ustumidim" dedi. Mana bu onaning aytgan 4-chi yolg'on so'zi. Jerisi olamdan o'tgandan keyin ona ham ota ham ona bo'lib, tikchilikdan topgan ozg'ina puli bilan bolalarini o'qitib, jafoliq turmush kechirdi. Ko'cha do'qmishida soat remont qilgan ustam bu ahvoldan xabar topgandan keyin ularning cho'ng kichik ishlariga yordam qilib, ko'mir va suvlarni akirishib, ozroq pul va oshliq berib, ularni qamdab turdi. Qo'shnilar buni ko'rib, aniga u kishini soy qilib, bundaq jafo tarqisha to'y qilib olishni nasihat qildi. Lekin ona uzun yilgacha qayta yotib bo'lmadi. Boshqalar qayta nasihat qilganda ana, "Men uni yoqtirmayman" deydi. Mana bu onaning aytgan 5-chi yolg'on so'zi. Bolalari oliy maktabni bitirib xizmatga chiqqandan keyin ishsiz qolgan ona yaqin atrofdagi dehqonchilik mahsulotlar bozorida kichik bir yoymaychi turmush kechirdi. Sirtlarda xizmat qilayotgan bolalari onaga doim pul avatib turgan bo'lsa-mu, lekin ona bolalarining pulini zoda olmay qaytarib etib, "Pulim bor" deydi. Mana bu onaning aytgan 6-chi yolg'on so'zi. Bala maktab bitirgandan keyin 2 yil o'qituvchilik qildi. Keyin imtihon berish orqali Amerikadagi bir danglik universitetga doktorlikka o'qishga qabul qilindi. Maktabni bitirib Amerikadagi maoshi yuqori, sharoiti yaxshi bir tadqiqot o'rnida ishlab qoldi. Chet elda turayotgan bola onani akilib olib, bu rohatini baxir oldiray desa, ona buningga qo'shilmay, "Men u yerga ko'nalmayman" dedi. Mana bu onaning aytgan 7-chi yolg'on so'zi. Yaşanıp qolgan ana oshqozon rakiga giribdor bo'lib, doktorxonaga yetib qoldi. Yiroq Atlantik okeanining u chetida turayotgan o'g'li aeroplan bilan qaytib kelgan chaqda operatsiyadan chiqqan onaning tiniqi oraliq qolgan edi. O'g'li kasal azobi tortgan onaga qarab qattiq azoblandi. Uning hasrati ko'z yoshlari ixtiyorsiz to'kilmoqda edi. Bu chaqda ona, "Balam, yig'lama, hech yerim og'irmidi" dedi. Bu onaning aytgan oxirgi yolg'on so'zi. Aziz do'stlar, har bir inson bolasining qalbida onaning o'rni muqaddas, onaning qimmati bebaho. Biroq hozir nurg'unlarimizning ana shu ulug' onalarimizning shuncha kuyimchanligidan, barcha ulug'ligining mujassim bo'lgan o'tliq muhabbatidan huzurlanishimiz va uningga muhabbat ato qilishimizga xizmatimizning oldirashligi, ishlarimizning ko'pligi, bolalarimizning topshirig'ining tugmaganligi degandek tugmas bahonalarimiz to'salg'i bo'lib qelyotdi. Amaliyoti bo'lsa biz unchalik aldirashma emas.
Onlarimizga telefon bagidek, ularni yo'qlab halming bo'g'idek vaqtimiz tamamen chiqadi. O'lgunida ona degicha, hayotligida mana deb to'r degan hikmat esimizda bo'lsin. Onalarimizni yo'qlash, balaliq tilaklarimiz bilan xushallik beg'ishlash va sovg'a berishga ayollar bayrami, onalar bayrami et oyamla kifoya qilmaydi do'stlar. Shundaq onamizga chin ko'nglimizdan muhabbatimizni bera olsak va muhabbat beradigan fursat izlasak, intayin ko'p topamiz desaklar topa olamiz. Shundaq har joyda, har bir ishda onamiz haqidagi o'ylar ko'nglimizdan kechgan har bir daqiqada ularga kuyinishning eng oddiy ammo eng qimmatli fursatlarining bizni kutib turadigan his tuyg'ularni biz tamoman ko'rib yetalaymiz, his qila olamiz. Shunga onalarimizni qadrlayli do'stlar. Burun qadrlamagan bo'lsa, hozirgi mushi minut, mushi daqiqadan boshlab qadrlayli. Shunda to'y qilib bo'ldik, uy uchoqliq bo'lib bo'ldik deblar onalarimizni yolg'iz tashlab qo'ymayli. Ular yolg'iz sulab qolmasin, onalarimizning ko'zidan yosh oqmasin. Hayron bo'lma ko'rganlaringga. Ko'rmaganni ko'rsan texi, yaratmasang oq nonni bugun zag'ri izlab yursan texi. Har kim balki sehi mard emas, lekin dunyo tamom dard emas. Kunda o'ynash menga shart emas, talay o'ylab kunisan texi. Xo'sh,